Siz gilamni noto'g'ri tozalayapsiz. Siz har kuni gilamni changyutgich bilan tozalaysiz, ammo biroz vaqt o'tib baribir chang chiqib kelaveradi. Muammo noto'g'ri tozalashda emas, balki changyutgichning tortish kuchida bo'ladi. Past tortish kuchi faqat ustki qatlamni oladi. Gilamning ichki tolalari esa chang bilan qolib ketadi. Premier changyutgichi bilan bu muammo sizni boshqa bezovta qilmaydi. 2000 Watt quvvat uy bo'ylab barqaror va kuchli ishlashni ta'minlaydi. 380 Watt tortish quvvati gilamning chuqur qatlamdagi changni ham tortib oladi. Sensor boshqaruv korpusda ham, tutqichda ham qulaylikni taqdim etadi. Gilam, mebel yoki pol 5 xil tezlik rejimi bilan har birini mukammal tozalang. HEPA filtri mayda chang va allergenlarni ushlab, havoni musaffo qiladi. 5 xil nozul gilam, mebel, burchak va polni mukammal tozalash uchun mo'ljallangan. Va eng muhimi, Premier changyutgichi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Premier changyutgichi bilan haqiqiy tortish kuchini his qiling. Premier hamyonbop texnika.